Xayli kechina bir bor barchaga bugun sizlar bilan darsimizda multi-levelning yangi writing formati borasida Tascon haqida gaplashib o'tamiz. Bu yangilangan format oktyabrdan joriy qilinadi. Oktyabr, noyabr, dekabr va bundan keyin topshiruvchi insonlarga bu aynan shu yangi format amal qiladi. Sentyabrda emas. Endi yangilangan format haqida qisqacha izoh berib ketamiz. Sizga mana bunday biroz emailcha qabul qilasiz. Go'yoki mana tasavvur qiling, siz korxonada ishchisiz, kompaniyada ishchisiz va HR manager, ya'ni xodimlar bo'limidan, ya'ni o'sha menejerdan siz xabar qabul qildingiz. Bu xabarda qadrli Nozimjon deyapti. I want to get some information about our new employee named Edward. Ya'ni yangi ishchimiz Edward degan ismli shaxs haqida ma'lumot olmoqchiman. Bu inson bilan senda birorta muammo bormi yoki yo'qmi? Qanday chiqishyapsan degan savol beryapti-da. Endi e'tiborga oling, aynan shu emailchada asosiy savol bo'ladi. Birinchi savolimiz. Ikkita namunasida ham Davlat test markazi chiqargan Writing Tasconda ham ikkita savol bor. Birinchisida u bilan yaxshi chiqishsam yoki yo'qmi? Va ikkinchi savolimiz, what do other workers think about him? Boshqa ishchilarning fikri qanday? Aynan shu yangi xodim borasida boshqa ishchilarning fikri qanday? Ikkita savol bo'lyapti. Birinchi savol va ikkinchi savol. I would be really grateful from your response. Siz javobingizdan juda minnatdor bo'lgan bo'lardim deb bizda xodimlar bo'limi menejeri bizga demak xat yozyapti. Endi ikkita topshiriq bo'ladi bu yerda. Ikkita topshiriq. Birinchi topshirig'imiz informal, ikkinchi topshirig'imiz formal bo'ladi. Tak, birinchi topshiriqda aytyapti, birinchi topshiriq bilan ikkinchi topshiriq orasida qanday farq bor, qanday yozamiz, shuni ham gapirib o'taman. E'tiborga oling, bu yerda birinchi topshiriqda informal letter yoziladi, ikkinchi topshiriqda formal. Endi yangilangan formatda writing taskwan savol turini bilishingiz shart emas. Oldin request, complaint, apology yoki nima deydi, application lettermi yoki thanks lettermi va hokazo. Qaysi letterni bilmasdan hali boshi odam qotib qolgan yoki boshqa o'zini shuganiga tushib qoladi, ya'ni sarosmaga tushib qoladi. Endi bu yerda siz formatni bilib olsangiz bo'ladi, informalmi yoki formalmi. Shu tarzda yozishni bilib olsangiz bo'ladi. Sizdan talab qilinadigan narsa faqat ikki xil turda letter yozish. Sizda savol turi endi bilishingiz shart emas. Bu sizga qisman yaxshilik, ya'ni yengillik keltirib chiqaradi. Endi birinchi informal letterda taxminan 50 ta so'z yozish kerak degani, shu 45 ta bo'lishi mumkin, 55 ta, 60 ta, 70 ta, 80 ta, 100 ta bo'lishi mumkin. Bu sizning holatingizga bog'liq. Ikkinchi taskwan turimizda esa 120 bilan 150 ta so'z atrofida yozishimiz kerak. Bu degani siz faqat 150 tadan oshirib olmaslik kerak degani emas. 170 ta yozishingiz mumkin, 200 ta. Bu sizning holatingizga bog'liq. So'zlarni ko'p yozsa minus emasmi degan savol bo'lishi mumkin. Ha ham deyman, yo'q ham deyman. Qachon minus bo'ladi? Agar sizda grammatik jihatdan xato, imloviy xatolar ko'p bo'lsa, aynan shu sizga nabrot ulgan ustiga tepgan bo'ladi. Chunki qancha ko'p yozsangiz, shuncha ko'p xato qilasiz. Qachon bu sizga minus emas? O'sha imloviy xato yo'q, grammatik jihatdan xato yo'q. Mavzuni batafsil tushuntirib bersangiz ko'proq so'z bilan, bu nabrot sizga plyusga yuraveradi. Endi xudo xolasa yaqinda menimcha shu sentyabr oylarida davlat test markazi xodimlari shu yangilangan format borasida izoh berib ketishadi. Har biri uchun alohida writing qog'oz beriladimi, qancha vaqt beriladi, shu borasida hali aniq ma'lumotlarga ega emasmiz. Bu borasida xudo xolasa yaqin kunlarda yangiliklar bo'lib qolish arafasida. Keyin batafsil bunga ham yana bitta video dars qilamiz. Mencha tushuntira oldim. Endi task 1 informalga qarang. Write a letter to your friend. Do'stingizga xat yozing. Bu do'stingiz ham o'sha kompaniya ishchisi. Write about your feelings and what you think about the new worker. O'zingiz his-tuyg'ungiz va nima deydi, yangi ishchi borasidagi fikringizni yozishingiz kerak. Endi do'stimizga aynan shularni yozamiz. Yangi ishchi borasida his-tuyg'umiz qanday, u inson haqida qanday fikrdamiz. Xullas 50 ta so'z atrofida qisqa lo'nda qilib yozamiz. Ikkinchi task 1.1da esa
Endi shu narsani HR manager ga yozamiz. Xodimlar bo'lim menejeri va o'zimizda his-tuyg'umiz va bu inson borasida qanday fikrdamiz. Bitta kamchilik bo'ladi, ko'pchilik e'tibordan chetda qoldiradi. Mana unga qarab turib yozib ketaveradida, yuqoridagi savol esdan chiqib qoladi. Ya'ni o'zimizda fikrimizni yozamiz, u bilan yaxshi chiqishamizmi yoki yo'qmi? Lekin mana ikkinchi savol bor-ku, boshqa xodimlar, sizni hamkasblaringiz, yangi ishchi borasida qanday fikrda? Menejerga yozayotganimizda, aynan formal letterda yozayotganimizda yuqoridagi kichkina lettercha bo'ladi. Shu letter ichida savollar beriladi. Sizga savol beriladi. Shu menejer, xat yozuvchi inson sizga savol bilan chiqadi. Bitta yoki ikkita. Davlat test markazi chiqargan o'zi namunada ikkita savol bor. O'shanga asoslangan holatda men ham ikkita savol bilan yondashdim bunda. Shu ikkala savolga ham javob berishimiz kerak. Birinchi savolga alohida abzas, ikkinchi savolga esa alohida abzas qilib, o'sha alohida paragraflarni yozib ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Buni qayta ko'rib, qayta shug'ullansa, odam ko'nikma shakllanadi-da. Nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak, nimalarni e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak, shu borasida bo'ladi. Endi biz do'stimizga xat yozayotganimizda informal letter bo'lganligi uchun biz do'stimiz ham o'sha bitta nimada ishlaymiz kompaniyada, o'shaning uchun informal tarzda yozamiz. Masalan, hi Alex, virgul. Salomlashuvda virgul bilan yakunlaysiz. Bo'ldi. Informal letterda shu tarzda yozasangiz bo'ladi. Bundan bachkanalashtirib, boshqacha qilib yozish shart emas. Dear bilan yozish shart emas. Chunki yoki hey bilan boshlasangiz bo'ladi, hello bilan boshlasangiz bo'ladi. Norasmiy so'zlashuv uslubi bo'lganligi uchun biz oddiyroq shaklda yozamiz. I just wanted to share. Aytgancha want ga sinonim so'zni yozib ketaman. Ko'pchilik mana shuni want ga sinonim so'z bilmaydi. Want dan keyin bilasizlar to fe'lning birinchi shakli keladi. Lekin bu teng bo'ladi. Fancy xohlamoq. Fancy dan keyin fe'lning ayni shakli keladi, esdan chiqmasin. Yoki feel like. Feel like verbanji. Darajasini keyin ko'ramiz. Masalan, fancy menimcha yaxshiroq so'zida. B1 ekan. Yaxshi. Would like bilan bersiz bo'laveradi, farq yo'q. I just wanted to share, okay, masalan, to share degan o'zimning fikrimni. Chunki mana bu yerda aytdiki, write about your feelings. O'zingni his-tuyg'ung borasida, yangi ishchi borasida qanday fikrdasan, shuni yozgin deyapti. Bizda talab qilyapti. Biz mana unga yozamiz hozir. Informal letterga. Tak. I just wanted to share my thoughts dega bo'ladi, fikrlarimni. Thoughts about degan so'z endi haqida, about ga nisbatan sinonim so'z ishlatsak bo'ladi. Bu biz norasmiy so'zlashuvda bu bo'laveradi, lekin rasmiyga boshqa yozamiz. In terms of. Biz norasmiy tilda yozayotganligimiz uchun oddiy so'zlardan foydalanaveramiz. About masalan Edward dedik. Edward who is our new colleague. Ya'ni Edward, ya'ni bizning yangi hamkasbimiz borasida o'zimning fikrimni yozib, ya'ni sen bilan nima deydi, share qilish uchun yozyapman. Ochig'ini aytganda, endi o'zimiz fikrimiz, bu inson borasida qanday fikrdamiz? Ijobiymi, salbiymi, farqi yo'q. Xohlasangiz yomonlang, xohlasangiz buni maqtang, farqi yo'q. Bizdan o'zimizning fikrimiz so'ralyapti-da. Xohlasangiz yomonlab yozing, xohlasangiz maqtab yozing. Qaysi biri sizga qulay? Maqtashmi yoki yomonlashmi? Qaysi birida bemalol fikringizni chiroyli qilib tushuntirib bera olasiz? Bu yerda sizdan ijobiy yozgin, salbiy yozgin deb so'ramayapti, shaxsiy fikringiz so'ralyapti. Bo'ldi, u qaysi yo'nalishga yondashishingiz bu sizga bog'liq. Demak, men maqtaganim yaxshiroq hozir bu yerda, maqtab yozsam zo'r bo'ladi. Meni fikrimcha, masalan, he is
Aytgancha, informal letterda bemalol qisqartma ishlarni olib borsa bo'ladi, savol bersa bo'ladi, qisqartirib yozasiz degan bo'laveradi. A good personal, a good personnel. Personal degani bu kadr degani, ishchi degani. Personnel, kadr, ishchi. Xo'p, I think he's a good personal, ya'ni menimcha u zo'r, yaxshi kadr. To the team, jamoamiz uchun, to our team degan bo'ladi. Bizning jamoamiz uchun yaxshi kadr. Ya'ni bu aytgancha informalda juda murakkab gaplar yozishingiz shart emas. Bo'ladi, chunki menimcha mana shu personal sanalmaydigan so'zida mana shu yerda adashdim. Personalni ko'rsatib beraman böyle. Bu C1 darajada. Xo'p, C1 darajada. Ishchi desak bo'laveradi. Tak, endi bu yerda xolos siz bu noodatiy so'zda, endi bu sal ko'pchilik bilmaydi. Worker deb ketsangiz bo'laveradi. Qaysi biri sizga ma'qul bo'lsa. Shu personalga sinonim so'z yana bitta zo'r ibora bor, mana shu yerda. Tak, tenglashtirib qo'yadi. A good addition. Ya'ni qo'shimcha kuch degan ma'noda ishlatsa bo'ladi. Qo'shimcha kuch. Is a good addition degan bo'laveradi. Ya'ni qo'shimcha kuch bo'ldi jamoamizga degan bo'ladi. Good bor edi. Addition degan bo'laveradi. Sizlarga endi imkon qadar o'sha so'zlarni batafsil yondashtirib ko'rsatib beryapman, qulayroq bo'lsin deb. Endi u borasida fikrimiz bo'ldi. Endi u jicha tushuncha berib ketamiz. U juda exhibit degan so'z bor. Exhibit degani bor ma'nosida keladi. Show something publicly. Tak, bitta ham bor deb ikkinchisini bermoqda. Mayli. O'zini beramiz. Haligi, ya'ni unga xarakteristika beramiz. Sociable'mi, kirishimlimi yoki judaligi sergapmi yoki boshqami. Xolos, honestly, ochig'ini aytganda, honestly degan bo'ladi. Honestly. Ochig'ini aytganda, he is qisqartiraylik, norasmiyda. Friendly, do'stona. Friendly, approachable as well as shu bilan birgalikda approachable. Approachable degan narsa bor. Approachable bu bemalol u bilan yoniga borsiz, gaplashib o'tiraverasiz. Approachable degan zo'r so'z. Friendly and easy to talk. Do'stona bemalol gaplashib o'tirsangiz bo'ladi. Vaqtim yo'q, hozir band degan narsalar bo'lmaydi. Friendly as well as approachable. Va boshqalarning fikrini ham yengil aytib ketaylik, ya'ni boshqa hamkasblarimiz. And other workers in our team. Tak, jamoamizdagi boshqa ishchilar ham aytayaptiki, says that shu narsani aytayaptiki, he comes up with unique ideas. Unique ideas to the company projects. Come up with degan ibora bu birorta fikrni ilgari surmoq, bu C1 darajada. Come up with degani yaxshilab bu endi C1 biror fikrni ilgari surmoq, ya'ni bermoq deganida. Yangicha fikrlar bilan yondashmoq, yangicha fikrlar bermoq ma'nosida keladi. Tak, he comes up with unique ideas to company projects. Menimcha, ochig'ini aytganda, I feel like, menimcha feel like degan narsani bo'laveradi. I feel like, menimcha degan ma'noda ham ishlatsa bo'ladi. Okay, I feel like o'rniga in my opinion degan narsani ishlatib, in my opinion, meni fikrimcha, he will be a part of our team. Jamoamiz a'zosi yoki jamoamiz a'zosi emas. A good
yoki decent degan so'z ham bor. Mayli. Decent part of us. Bizning bir a'zomiz bo'ladi. Bizning bir yaxshi a'zomiz bo'ladi degan fikrni beryapmiz. Tak, endi do'stimizga xatni yozib cho'zib o'tirmaymiz. Endi bu yerda do'stimiz bilan xayrlashuvda yaxshi iboralar bor. Catch up soon degan so'zlar bor. Catch up soon tez orada ko'rishguncha undov berasizda. So'ndan qolib ketdi. Catch up soon degani tez orada ko'rishgun. Bu norasmiy so'zlashuv madaniyatiga bo'ladi. Tez orada ko'rishamiz va xohlasangiz mana bu yerda love bering, xohlasangiz best bering. Qanaqadir qaysi birini berasizda, undan keyin ismingizni o'zida Nozimjon qilib yozasiz. Sizdan keyin taqada nuqta qo'ymang. Bu xato bo'ladi. Catch up soon degan so'zni alohida pastga yozsangiz ham yanada yaxshi. Love ni bering yoki best ni bering. Ikkalasi qaysi biri sizga ma'qul? Best yoki love. Ikkalasida, masalan, best ni berishingiz yoki love ni berishingiz sizning ballingizga ta'sir ko'rsatmaydi, lekin shuni borligi muhim. Endi love ni do'stingizga yozishdan ko'ra best ni yozganingiz ma'qulroq. Bu umumiy so'zlarimiz soni nechta bo'ldi? Buni shriftini kichikroq qilaman. So'zlarni ham sal kichikroq qilib beramiz. Buni sizlarga ikkinchi darsdan keyin tashlab beraman. Xo'p, umumiy so'zlarimiz soni bunda bo'lyapti. O'zi so'zlarga mana bitta joy ajratib bu yerga yozib ekanman. Ataylab so'zlarga mana bu yerga joy ajratdim, shunaqa narsalar bo'lmasin deb. Yo'q, bunday qilamiz. Pastda tursin. Umumiy so'zlarimiz soni bo'lyapti 65 ta so'zdan iborat bo'ldi. Mana umumiy 65 ta so'z. Menimcha tushunarli bo'ldi. Oddiy, hech qanday qiyin joyi yo'q. Salomlashasiz, asosiy fikringizni bitta kichkina badichada yozib berasiz, bo'ldi. Tez orada ko'rishamiz. Best Nozimjon ismingiz. Bo'ldi. Ism familiya yozilmaydi. Masalan, Nozimjon Mamadaliyev qilib ismimni yozib to'liq Sharif yozish shart emas. Chunki bu norasmiy, informal bo'lganligi uchun bu kerak emas, ortiqchalik qiladi. To'liq ism. Tushunarli. Xo'p. Bitta pauza qilib turaman endi, fikrlaringni o'qib olaman. Mana good bilan decent deb bitta yozib yuboribman. Shu xato. Decent o'zi goodga tengda. Mana shu yerga so'z yozib qo'yaman. Qarang. Good degan so'z teng decent. Bu yaxshi degan ma'noni ifodalaydi. Ustoz 50 ta so'zdan oshsa bo'ladi. Albatta bo'ladi, hech qanday ziyon yo'q. Hech qanday ziyon yo'q. Tak. So'zlarni metga yozib qo'yamiz. Come on wish. Bu so'zlarni umumiy shrift qilib beramiz. Keyin bemalol yuqori darajada yozsangiz bo'ladi. Bemalol nima desa bo'ladi? So'zlar soni ko'proq bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Bular kerak emas. Buni about bilan regarding keyingi qismiga yozamiz. Xo'sh, kerakli so'zlarni yozdik. Endi informal letter. Formal letterga o'tdik. Rasmiy xat turi. Rasmiy xat turi yozayotganimizda bu yerda mana mini tekstcha beriladi-ku, mini tekstcha ichidagi savollar esdan chiqmasin. IELTS writing yo'q, multi level. Do you have any problems with him or not? U bilan yaxshi chiqishasizmi yoki yo'qmi? Boshqa xodimlarning fikri qanday? Hozir yozdik mana bu yerda, qarang. Boshqa fikrlar, boshqa hamkasblar qanday fikrda? Other workers degan boshqa hamkasblarimizni ham qisman fikrini bitta gap bilan ifodaladik. O'zimizdagi fikrimizda esa bir ikkita gap bilan ifodaladik. Endi shu ishimizni biz boshqacha rasmiyroq qilib berishimiz kerak. Mana boshqa hamkasblarimizning ham fikrini berdik bu yerda ham. O'zimizning shaxsiy fikrimizni ham berdik. Endi shu narsani biz rasmiy tilda ko'paytirib, chiroyli qilib berishimiz kerak bo'ladi. Hey ustoz, albatta zaps bo'lyapti. Buni YouTube ga joylab qo'yamiz keyin. Ana endi biz buni rasmiy tilda yozib ko'ramiz. Rasmiy tilda qanday bo'ladi? Rasmiy so'zlashuv madaniyatida salomlashuv ham bor albatta. Masalan, dear bilan boshlaysiz. Dear HR manager.
Keyin mana shu yerda xato qilishadi. Mana menejerni ham kichkina harfda yozib qo'yadi. Bu xato birinchi. Kirish qismida salomlashuvda nechta so'zdan iborat bo'lsa, masalan, o'sha har biri bosh harf bilan bo'lishi kerak. Endi HR o'zi avtomatik bosh harfda bo'ladi. Endi bizdan bu xodimlar bo'lim menejeri fikrimizni so'rayapti-da. Fikrimizni so'rayapti. Alohida sizga yozyapti. Fikringiz qanday? Sizni hurmat qilganligi uchun, sizni bir fikringizni muhim deb hisoblaganligi uchun bizga yozyaptimi? O'shaning uchun kirish qismida rahmat bilan boshlasak bo'laveradi. Rahmat. I really appreciate juda meni qadrlayman deyapti yoki thank you bilan boshlasangiz bo'laveradi. Appreciate your appreciate you that bunda juda murakkablashib ketib qolar ekan. Okay, I really appreciate that I really appreciate that shu narsani qadrlayapmanki you are relying on yoki you are relying on suyammoq undan ko'ra reaching out to me regarding haligi about kesin regarding our new employee masalan biz mana bu yerda who is Edward deb ketdik-ku. Who is our new colleague? Shuni boshqacharoq qilaman. About Nurniga men regarding yozdim. About Nurniga regarding our new employee Edward. Xo'p, bu yerda reaching out degan ibora men aloqaga chiqmoq. Demak, bu yerda yozib ketaman buraya reach out ma'lumot olish uchun aloqaga chiqmoq. Tak, endi bu inson bizdan so'rayapti. I am sincerely chin dildan please mamnunman, chin dildan mamnunman shu narsani to share my own insights tushunchalarimni yo'q insights deb noto'g'ri bo'ladi. Opinions and experience deb bo'lar ekan. Experience taassurot degani. With him yoki with you about him. Xo'p, demak, I am sincerely pleased to share my own opinions and experience with you. O'zimning taassurotlarimni va boshdan kechirmalarimni siz bilan baham ko'rishdan juda mamnunman. Ochiqni aytganda, Edward degan bo'ladi nomi bilan. He nomiga birinchi Edward. Endi biroz maqtaymizda, yuqorida biz endi qarang, mana bu yerda biz maqtab yozdikmi do'stimizga, endi bu yoqda ham maqtab yozishimiz kerak. Bu yoqda yomonlab yozsak, telpa teskari bo'lib qoladi-da. Demak, o'shaning uchun biz bu yerda ijobiy present perfect zamonga ham e'tibor qaratamiz. Yangi ishchi bo'lgandan keyin hozir qilingan ish harakatlarini ko'proq present perfectda gapirsak yaxshiroq. Edward has showcased. Showcase degan so'z ham zo'r so'z. Ko'rsatmoq deb ko'raylik, rasmiymidi? Showcase. Opportunity yo'q. Showcase. To show best qualities part of something. Ko'rsatmoq degani mana shu yerda. Showcase degani ko'rsatish zo'r. Best qualities yoki biron yaxshi jihatlarini deganda, u o'zining yaxshi jihatlarini ko'rsatyapti. Showcased nima bo'ladi? His working capabilities. Capabilities degani qobiliyatlari. Capability degan so'z aytgancha showcase ni yozib ketaman. Showcase bu
yaxshi jihatlarni ko'rsatmoq. Capability qobiliyat, capability darajasi ismini yo'q lekin. Capability C1 qobiliyat aytgancha darajalarini ko'rsatib ketyapti. C1 ekan. Showcase darajasi bo'lmadi. Yaxshi so'z. Xo'p, Edward has showcased his working capabilities. Demak, ishlash qobiliyatlarini ko'rsatyapti va boshqalar bilan kirishish nimasini and good interaction yoki positive interaction degani boshqalar bilan munosabatda bo'lish. Interaction with the team, jamoa bilan yaxshi kirib pozitiv interaksiya qilyapti, kirishib ketyapti. Interaction ham zo'r so'z. Aloqa qilib, interaction C1 so'z. Communicate, boshqalar bilan munosabatda bo'lish, suhbatlashish, zo'r so'z interaction. Demak, interaction o'rganib olamiz. Bu ham C1 so'z. Munosabat. Ajoyib so'zlardan biri. O'rganib olsangiz ancha manfaat olasiz. Demak, Edward has showcased his working capabilities and positive interaction with the team. Demak, bu ajoyib. Keyin xullas asosiy qilayotgan ishimiz mana bu yerdagi aytilgan ijobiy narsalarni yana bir marta faqat rasmiyroq tilda boshqacharoq qilib gapirib beryapmiz. Rasmiyroq tilda. Chunki mana bu yerda ham aytyapmizki, come up with new ideas, yangi g'oyalarni ilgari suryapti. Demak, jamoaviy contribute qilyapti-da, ya'ni ancha kompaniya rivojlantiruvchi hissasini qo'shyapti. Tak, and bundan tashqari, in addition, his contribution to team project, jamoaviy ishlarga nisbatan hissasi, projects are also considerable seviladi. Considerable juda muhim. Va uning jamoaning qilayotgan ishlariga nisbatan hissasi ham juda muhim, sezilarli darajada. Considerable degan sifat ham normal darajada, darajasi bitu ekan. Yetarlicha muhim, katta degan. Xo'p, his contribution to team projects is bo'lish kerak mana shu yerda. Wow, tashib ketdi. Contribution ko'payadi. Bo'ldi. Endi biz o'zimizning shaxsiy fikrimizni ifoda etdik 48 ta so'z bilan. Endi nima qilamiz? Boshqa xodimlarni inobatga olamiz. Qarang, hozir biz o'zimiz fikrimizni berdik. Bu go'yoki mana bu yerdagi birinchi savolga javob. Do you have any problems with him or not? U bilan birorta salbiy munosabating bormi yoki ijobiy munosabating bormi degan savolga javob berdik. Endi boshqa xodimlar qanday fikrda? Buni alohida abzas qilamiz. Lekin biz kichkina mana informalda ikkalasini bitta qildik. O'zimizni ham fikrimizni, boshqa jamoa a'zolarining fikrini ham bitta kichkina abzaschaga qo'shib qo'ydikmi? Endi task 1-2 da esa uni alohida abzaslarga bo'lishimiz kerak. Sababi bittaga qo'ysak juda bachkanalashib ketib qoladi. Alohida abzas qilamiz. S4 ga keladigan bo'lsak, xo'p, S4 the feedbacks desak bo'ladi. Feedbacks from other team members. Boshqa jamoa a'zolarining fikrlariga keladigan bo'lsak, fikr deganda feedbacks ko'pligida yozishim kerak. S4 deganiga keladigan bo'lsak, considerable degani ancha aytgancha so'zli darajasini yozmoq. Contribution hissa degani aytgancha. Xo'p, considerable muhim, katta. Darajada. Keyin S4 ga keladigan bo'lsak. Demak, shu tarzda yozishimiz mumkin.
Bularni o'rganib olsangiz ancha ishingiz besh bo'ladi. Bular alohida hozir rang berib chiqamiz, keyin ko'rsatib turadi qaysi so'z qanaqa holatda tekst ichida ham kelgan holatni ham belgilab qo'yamiz dars oxirida. As for feedbacks from other team members, boshqa jamoa a'zolaridan feedbacklar keladigan bo'lsak, faqatgina I have heard positive pozitiv faqatgina pozitiv narsalarni eshitdim. Pozitiv degan so'zni o'zi ham otlashtirib yorsa bo'ladi-da, bilasizlarmi yoki yo'qmi? Pozitiv degan sifat u, lekin buni otlashtirib pozitiv bitta bermabdi. Pozitiv. Buni qaysidir writingda positiveness. Mayli. Mana shunga o'xshagan narsa. Yo, men adashdim yoki boshqa narsa. Buni positive. As for feedbacks from other team members, their opinions are positive. Okay, positive opinions deylik bo'ladi. I have solely faqat degan ibora bor. I have solely degan so'z bu only ga sinonim bo'ladi. Ya'ni solely o'zi adashmasam C1 edi. Solely C1 only degan. Faqat. Only. Faqat. Demak, tarjimasi C1 daraja C1 tarjimasi faqat. Demak, faqatgina pozitiv opinionlar eshitdim. Opinions. Xo'p, faqatgina pozitiv opinionlar eshitdim. Endi qanaqa opinionlar? Ular many ko'pchilik many of workers deyishar emas yoki many workers emas, many ni o'zi ham ega bo'lib kelsa bo'laveradi. Many ni o'zi ham ega. Xo'p, tak. Ko'pchilikni aytishicha says that ko'pchilikni aytishicha xo'p, uning noodatiy ishlash uslublari yoki dunyoqarashlari, matn aytdiki, come up with unique ideas. Mana shuni boshqacharoq shaklda yozishga harakat qilyapman hozir. Boshqacha fikrlarni ilgari suradi kompaniya loyihalariga dedik. He's innovative. Innovatsion deganda innovative dan yaxshi so'z. Innovative. C1. Zo'r so'z. Mana shuni o'rganib olinglar. Ancha so'z ba'zi bo'ladi sizlarda. O'zgacha, yangicha. Xo'p, ko'pchilik aytishicha uning innovatsion nimasi? Innovative yondashuvi approach degan yondashuvi. Tak, yana nima desa bo'ladi? And as well as shu bilan birgalikda tak, problem solving skill bo'lsa bo'ladi. Problem solving skills. Keyin bitta zo'r so'z bor. Grasp degan so'z ham bor. Mana shu yerda ishlatsa bo'ladi. Lekin grasp tushuncha, understand, especially something difficult. Tak, grasp degan so'z understand ga sinonim so'z va zo'r so'z. Understanding bo'lsa, otlashtirib ketsa, my grasp, his grasp otlashtirib yorsa zo'r bo'lar ekan. Demak, C2 bo'lib ketar ekan. Grasp degan so'zni noun qiladigan bo'lsak, C2 levelda bo'ladi. Tushuncha, tushunmoq emas, tushuncha. Xo'p, as well as his mana shu yerda problem solving skills emas, his grasp in terms of tak, reasoning ham bor bitta. Readingdagi so'zlarim ko'proq kelyapti. Reasoning, qaror qilish. Thinking about something in order to make a decision. Reasoning degan so'zlarni yaxshilab o'rganib olamiz. Bu reasoning degan so'z reason alohida reading passage bor edi. C2 level. Managerlar borasida qaror qilish. Qaror qabul
qabul qilish. Tak, as well as his grasp in terms of reasoning qaror qilish in tak in difficult situations degi bo'ladi, in tough times, difficult situation, tough times. Demak, ko'pchilik aytishicha uni innovatsion shu bilan birgalikda qiyin vaziyatlarda qaror qilish borasidagi tushunchalari, ya'ni qanday qaror qilish, qanday yondashish borasidagi tushunchasi. Tak, bunga sifat beramiz. In are outstanding. Ajralib turibdi. Outstanding. Outstanding degan so'z ham boshqalardan ajralib turadi. Haligi o'zgacha. Clearly excellent. Outstanding. Xo'sh, endi juda maqtadik, maqtashga rasm maqtadik. Umumiy olganda tak, umumiy olganda mana shu inson haqida in general, tak, yo is bo'ladi mana shu yerda. Nega aytsak, as well as dan keyingi narsaga qarab turib olardikmi? As well as dan keyin oldingi otga qarab turib aytgancha. Agar and bo'lganda ara olardim. As well as and bilan doimo teng emas. In general, umumiy olganda, xo'p, I perceive that, shu narsaga ishonamanki, perceive degani believe ga nisbatan sinonim so'z. Buni o'tgan darsdan grammatik o'tib berganimda aytib ketdim. Believe C1 darajada bu. Writing taskga juda ko'proq kerak bo'ladigan ishonmoq. I perceive that, shu narsaga ishonamanki, he has already allaqachon mixed with, xo'p, jamoaning bir boshqalar bilan yaxshi chiqishib ketdi. Mixed with others, mixed with degani chiqishmoq. Xo'p, jamoaning allaqachon bir boshqalar bilan chiqishi bo'ldi va bo'ldi, menimcha aytaman. Umuman olganda menimcha shu narsaga ishonamanki, allaqachon bir jamoaga kirishib ketdi, jamoaning bir a'zosi bo'lib ketdi degan fikrni beryapsiz oxirida. Hozir bitta so'zlarimizni bitta ko'rib olamiz. O'zi qancha so'z bo'ldi? Shunga qarab turib 95 deb qo'yibdi. Jicha fikr beraman ekan bitta. Tak, asset degan so'z bor, hali mana shuni ko'rib oldim. Asset degani useful, valuable quality, skill yoki person, muhim inson. Mana shuni ham qo'shib qo'ymoqchiman. I perceive that he has already mixed with others and turned an asset of the team. Jamoaning bir muhim a'zosi bo'lib qoldi degan. Boshqalar bilan chiqishib, jamoaning bir muhim a'zosi. Asset degan so'z demak muhim bir shaxs desak ham bo'ladi. Chunki matn nimasiga qarasiz, useful, valuable quality, skill or person. Muhim a'zo, muhim qobiliyat, muhim jihat ma'nosida ishlatsa bo'ladi. Mana he'll be a great asset to the team. Jamoa uchun zo'r foydali inson bo'ladi, deyapti mana. C1 darajadagi so'z asset. Yaxshilab o'rganib olinglar. Endi C1 olaman degan insonlarda shunaqa noodatiy so'zlar ba'zisi bo'lishi kerak. Bular qayerdan keladi o'zidan o'zi? Men to'g'risi ochig'i ko'proq readingda olganman mana shu so'zlarni. Reading tarjima qilib yangi so'zlardan ko'proq readingdan asosiy baza. Endi bo'ldi, qarang. Ikkala savolga javob berdik. Birinchi salomlashdik, o'zimiz fikrimizni berdik. Ikkala savolga javob berdik. Mana bu yerda ikkala savolga javob berib bo'ldik. Endi yakunlovchi gap. Oldingidek yakunlovchi gap bo'ladi. If degan so'zda hamma biladi. As long as bilan boshlasak ham bo'laveradi yoki provided bilan boshlasak bo'ladi. Provided bu if ga teng kelib qoladi shu yerda. Provided you need further insights. Insights deganda information ga sinonim, insight into. Further degan narsa mana shu yerda zo'r so'z bo'lib ketyapti. More information deysizlar. Agar ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, information about deysiz-ku, to'g'rimi? Shu narsa further
further insights ga to'g'ri keladi. Insights into something. Xo'p, if provided you need further insights into, xo'p, agar ko'proq tushunchalar kerak bo'ladigan bo'lsa, you are always welcome. Bemalol bemalol aloqaga chiqavering. You are always welcome tak to ask ma'lumot so'rash uchun yoki to acquire. Xo'p, acquire for the details, more details about him. Agar sizga mabodo ko'proq tushunchalar kerak bo'lsa, siz bemalol so'rashingiz mumkin, u haqida boshqa ma'lumotlar so'rashingiz mumkin. Provided you need for details, you are always welcome to acquire more details about him. Juda so'zlar soni kam qolmadimi degan. 117 ta 120 plus bo'lsa bo'ldi deganda, nimasi kam bo'ldi? Men kattalashtirib yozganligim uchun kichikroq kamroq qoldim. Mana boshqalar xodimlarning fikrini kamroq olibman shekilli. Xo'p, bu 48 ta, bunimiz 50 ta. Ikkalasi bitta so'z, bitta darajada qolibdi. Xo'p, umumiy olganda hozircha 117 ta, lekin ism familiyamiz bilan yozsak ko'proq bo'lib qoladi. Bitta birorta gap qo'ysak bo'lar ekan shu yerda. Provided you need, mana davom ettiraylik. Provided you need further insight into, you are always welcome to inquire more details about. Endi mana yerda qo'ying. I hope you find this information tak, menimcha bu ma'lumotlarni siz muhim deb hisoblaysiz. I hope you find this information essential for your supervision. O'zingiz nazorat. Supervision deganda supervision, hali kuzatish, nazorat qilish bo'ladi. Supervision. Supervision, ya'ni watching a person at, mana bitta insonni kuzatish bo'ladi. Watching a person. Как раз да. Rasmashga mo'suzroq qoldi. Mana shuni davomini qo'yamiz. Kuzatish. Kimnidir kuzatish. Kimnidir yoki biror ishni kuzatish yoki biror ishni nazorat qilish. Yoki kuzatish desak ham bo'laveradi. Buni umumiy shriftini kichikroq qilib yozib qo'yamiz. Xo'sh, demak bo'ldi. Men bemalol yetadi endi. Endi yakunlovchi. Warm regards bilan yakunlasangiz bo'laveradi. Virgul yoki best regards bilan yakunlasangiz bo'laveradi. Va endi oxirida esa Nozimjon Mamadaliyev deb to'liq ism sharifingiz yozilishi kerak. Endi tushunarli bo'ldi menimcha. Xo'p, xohlasiz warm regards yoki best regards, men warm regard deb qo'ygan bo'laman. Bittasi. Umumiy so'zlarimiz soni nechta bo'ldi endi? Bemalol 120 plus bo'ladi. 130 ta ekan. Yetadi. Cho'zib yubormoqman. 130 ta so'z biz uchun yetadi. Task achievement, so'ralgan narsani bajardik. 120 bilan 150 orasida deyilgan. Cho'zib o'tirishimizning hojati yo'q. Nimaga? Chunki bizdan shu narsa so'ralyapti bo'ldi. Ortiqcha menga hojat yo'q deb uni cho'zib o'tirishim. Albatta. Pozitiv desak ham bo'laveradi. YouTube'da aytgancha o'sha Nozimjon Mamadaliyev ostida bo'ladi. Faqat rating o'zgarish bo'ldi. Faqat rating. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Qanday yozish, qanday yondash. Buni videosini YouTube'ga joylab qo'yamiz. YouTube'ning linkini ham joylab qo'yaman kanalimizga hozir, Telegramga. O'shandan keyin ko'rib olsanglar ham bo'laveradi. Masalan, hozir ko'rdingiz, lekin qaysidir joyi esingizdan chiqib qolishi mumkin. Qayta ko'rsangiz, ya'ni sizga tushuncha paydo bo'ladi. Buni pauza qilamiz.